Bu salatni hali hech qayerda yeb ko'rmagansizlar, chunki bu salat deganinglardan keyin gemoglobininglar o'zidan-o'zi oshib, qoninglar ko'payib ketadi desam ishonasizlarmi? Unda bu videoni oxirigacha ko'rib, bitta like bosishni ayamanglar. Hammasini to'ppa-to'g'ri qilib, tushunarli qilib aytib o'tganman. Birinchi finchuzalarni shunaqa suvga yutib, yaxshilab pishirishga olib qo'yamiz. Keyin bo'lsa badringlarni ko'rsatilgan tartibda xuddi shunaqa to'g'rab olasizlar. Pomidorda suvi chiqib ketmasligi uchun ichidagi shunaqa joyini ajratib, qattiq joylarini uzuncha shaklda to'g'rab olasizlar. Keyin bo'lsa bir dona qizil sabzini shunaqa qirg'ichda mayda bo'lalardan chiqarib olasizlar. Qizilchani juda ham ingichka uzuncha shaklda to'g'raysizlar, chunki ko'pchilikka qizilcha yoqmaydi, shu bois qovurgandan keyin ezilib bilinmay ketish uchun. Qizib dog' bo'lgan yoqda shunaqa qizarib o'lguncha qizilchalarni to'g'rab olasizlar.
Endi shunaqa hammasini bir chekkadan aralashtirishni boshlaymiz. Undan oldin sariq sabzilar yaxshilab o'lish uchun o'zini chesnoy bilan birgalikda maydalab, yaxshilab qo'lingizda ezib olishingiz kerak. Xuddi shunaqa qilib ko'rsatilgan tartibda mijg'lab olganingizdan keyin hammasini bir chekkadan ko'katlar, fincho'za, qizilcha, xullas hamma to'g'ralgan narsalarni bir chekkadan aralashtirishni boshlaysizlar. Ranglari o'zi ishtahani juda ham ochaveradigan, eng foydali bo'lgan salatni bitta yeb ko'rib tayyorlab ko'rmasanglar bo'lmaydi. Qanaqa kamchiliklari bo'lgan bo'lsa yoki boshqacha noodatiy salatlar bo'lsa, kommentariyada fikringizni qoldiringlar, albatta inobatga olaman. Yoqqan bo'lsa bitta like bo'lib, podpisatsiyani ayamanglar.